Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresga olib kelmaylarni ham tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Yotoqxona to'plami qilganmiz. Klient razmerga yasatgan desak ham bo'ladi. Samarqand shahardagi domlarga o'qiganmiz. Endi mebel haqida qissa qilib aytib o'tishga harakat qilsak, mebelimiz materialga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Hozirda uyga tushgan holat klient xohishi bo'yicha yasaldi mebel. Eshiklari 100% vakuumda, ruchkani ham kattarog'idan ishlatilgan, temirli ruchka qilib ishlatilgan. O'zi buni trimozi bunaqa emasdi. Klient xohishiga qarab trimozi o'zgartirildi. Bu ham 100% dauchik. Roliklarni ham yaxshisidan ishlatilgan, vakuumligisidan. Pastdagilari ham shunday, tortmasi ham ancha keng ishlangan, mana ichlari chuqur qilib. Bu ham 100% vakuumda. Bitta eshikcha, xohlovchilar uchun ikki tomonda ham nima deydi, eshikcha yoki bo'lmasa tortmali ham qilib beramiz. O'rtada ikkita oyna. Oynani joyini o'zgartirsa ham bo'ladi. Xohlovchilar uchun o'rtaga, xohlovchilar mebelni bitta qilib yig'dirsa ham bo'ladi razmerga. Bu klient xohishi. Agar yoqmay qolsa, buni olib, narigini bunga olib kelib qo'shib qo'yishsa ham bo'ladi. Tepalari katta-katta ishlangan, mana bu qismi, sabab kattaroq bo'lgan. Buyumlar qo'yish uchun mo'ljallangan. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishi, mana bu ichki ko'rinishi. Razmeri bo'lingan, polkachalik qilingan. Mana bu tomon ikkiga bo'lingan, sabab razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Aytib o'tganimizdek, eshiklari 100% vakuumda. Xo'sh, siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexni o'zidan olgan bo'lasiz. Bundan tashqari sexga ham borib, bemalol ko'rib tanlab olsangiz bo'ladi. Tayyori ham bor demoqchiman. Mana bu yerda mexanizmi bor. Mexanizmli qilib yasalgan. Ko'tariladi, ya'ni divan ko'tariladigan. Bu ko'p videolarimizda bu ko'tariladiganligi. Hozir nima deydi, bitta odamga sal. Xo'sh, mana bu mexanizmni ko'tariladigan qilib yasalgan variant. Mexanizm ancha keng razmeri, kattasidan ishlatilgan. Ko'plar nima deydi, mana bu o'rtagacha bo'lgan razmerdan ishlatishadi. Yo'q, bu kattasi. O'zi mana bu yerda 20 sm, 25 sm qolgan. E'tibor bersak, mana bu ichki holati, nima deydi, qishga bu narsalarni qo'yib qo'ysa ham bo'ladigan variantda qilib yasalgan. Matras, ortopedический $100 matras bo'ladi. 3 yilgacha garantiyasi bor matras bo'ladi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 0404 hamda 33 279 0004 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xohlasangiz Telegram orqali ham bog'lanib aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexni o'zidan olgan bo'lasiz. Mebel 150 kilometr dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Razmerlar cheklanmagan. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, balandlik, yonbosh. Mana bu tomon 50 cm, 55 cm bo'ladi. Xohlovchilar uchun 70 gacha bemalol cho'zsa ham bo'ladi. Razmeri ham cheklanmagan, balandligi. Xohlovchilar uchun patolog razmerigacha ham qilib bera olamiz bemalol. Xo'sh, divanda mana bosh qismini o'zgartirsa ham bo'ladi. Boshqacha klientni o'zi xohishi bo'yicha, didi bo'yicha ham bemalol biz mebel yasab bera olamiz. Xo'sh, bemalol buyurtma uchun biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. 2-3 kun dastavka ustanovkasi ichida bo'ladi. 150 kilometr qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.